Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Bo'lib bitta narsani aytib qo'ying orada esimga tushganda. Ertaga bilasizlar, hamma kutgan shov-shuvli to'y Feruza Normatovaning to'ylari. Biz ertaga Feruza Normatovaga yor-yorlarni etib, ota hovlilarda baxt tilab, Xudo xolisa chiroyli ko'nakarib. Azizlar, hozir ko'pchilik uyda o'tirib oddiy telefon orqali pul topsa bo'ladi. To'g'risi men ham avval ishonmadim, lekin bu Telegram kanalga kirib realni odamlarni daromadini ko'rib hayron qoldim. Hech qanday tajriba kerak emas, noldan o'zlari o'rgatadi. Kommentariyada описаниеda ссылка qoldiraman. Marhamat, ishonmasangiz kirib ko'ring. O'tkazamiz va albatta sirdaryolik muxlislarimiz bilan hamda Feruza Normatovaning muxlislari bilan onlayn tarzda Instagramda reportaj olib boramiz. Feruza Normatova bilan biz shunchaki tanishmasmiz, balki qadrdonmiz. 14 yildan beri taniyman Feruza Normatovani. O'g'lim 15 ga kiradi. 15 yildan beri, salkam 15 yildan beri taniyman, chunki Ubaydulloh qo'limda chaqaloq edi-da u paytda. Va yaqinlarda ham mana shu yor-yor qo'shig'im chiqqanda biz niyat qilganmiz, yor-yorni Xudo xolasa to'yimda o'zingiz aytasiz Malika opa deb, haqiqatda niyati xolis qizda mana shu qizni yaxshi ko'raman. Ertaga yor-yor etamiz. Mana gilamlaringiz keldi, opa, teddi gilamlaringiz mana. Biza buni soldik hozir. Mana cho'tki ideal pardalaringizga, mebelingizga, hamma narsangizga tushgan. Buni yumshoqligini vobshe gapirmasa ham bo'ladi. Prixoshkangiz eshigingizga, devoringizga, mebelingizga zo'r kelgan, lekin bu gilamning dahshat bor-ku. Mana bu go'zallikni qarang mana. Zalingizga tushgan. Ertaga ertalabdan Xudo xolisa mana mebellaringizni olib kelib joylashtirsak, uy lekin shokolad bo'ladi. Mana bu oshxonani qarang. Xolodilnik, stulingizga gilamingiz vobshe zo'r kelgan. Bu gilamni kimdan olgan bo'lsangiz ham, lekin zo'r gilam